Ali roziyallohu anhu kunlarning birida bir xurmoni endi og'zilariga solaman deb turuvdilar. Bir odam kelib, tilanchi kelib so'radi. Alloh uchun bering dedi. Hazrat Ali roziyallohu anhu unga berdilar. Sadaqa qildilar, ya'ni yaxshilik qildilar. So'ngra ketayotgan vaqtlarida bir odam ey Ali deb u kishini chaqirib qoldi. Bunday qarasalar bir odam bir savatda xurmo ko'tarib kelyapti. Idishda, ya'ni ko'tarib kelyapti. Keyin keldida Hazrat Ali roziyallohu anhu ga sizga falonchi odam berib qo'ygan deb mana shuni berib yubordi dedi. Ali roziyallohu anhu u olib kelingan idishdagi xurmoni bunday qarasalar 9 ta ekan. Shunda haligi olib kelgan odamga qarab, bittasi qani dedilar. U sekin yengiga bittasini solib qo'ygan ekan. Sekin xurmoni bittasini chiqardida, qayerdan bildingiz 10 taligini dedi. Hazrat Ali aytdilar, "Men Robbim kamida 10 barobar qilib qaytaraman" degan, 9 ta emas dedilar. 10dan 700 barobariga qadar ko'paytirib beraman degan. Robbim 9 ta 8 ta beraman demagan. Shuning uchun qo'rqmasdan Alloh uchun berdim uni. Shuning uchun sendan qo'rqmasdan so'radim degan so'zni aytdilar. Demakki, banda Allohga bir narsani berdimi, Alloh deb berdimi, biz albatta shu narsaga ishonishimiz kerakki, u albatta qaytadi.